Qadrli do'stlar, juda ham ko'pchiligimiz Real Barsani fanatimiz. Har doim o'zimiz bilib bilmay mana formalarni kiyamiz. Bunda mana ko'rsanglar, biz musulmonlarga to'g'ri kelmagan mana xochni belgisi bor. Mana O'zbekistonda olinganda bu mana bu ham bekitib yuribdi mana. Mana ko'ryapsizlar, mana ustozlar bu narsa to'g'ri emas. Bizga to'g'ri kelmaydi deb aytishyapti va Saudiyaga kelib bitta narsani bildim. Saudiya Arabistonida sotilayotgan formalarda aynan logotipida xoch belgisi bo'lmas ekan, qo'yib qoldim. Qarang mana. Buni Barsasida mana xoch bor, ha? Mana Barsani formasini qarang, mana xoch yo'q. Buni kiysa bo'laveradi. Mana Realnikida ham mana xochi yo'q, mana ko'ryapsizlar. Umuman shu narsani bilib qoldik do'stlar. O'zbekistonda olingan forma bilan chiqamizda va hozir biz sizlarga bitta yaxshilik qilib, Real Madridning muxlislari uchun ikkita komplekt, Barselonani muxlislari uchun ikkita komplekt forma sotib oldikda va sizlarga shuni hadya qilib yubormoqchimiz. Obunachilarimizga, sizlarga agar siz ham yuzda formangiz bo'lsa, bitta qarab qo'ying. Saudiyada yurgan tanishingizga aytib, shunaqa sizdan olib keltirib oling yokida shunchaki buni yutib olish sharti juda ham oson. Realchilar Real deb yozinglar, Barsachilar Barsa deb yozinglar. Shu bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, bizni obunachimiz bo'lsangiz bo'ldi. Shunday Saudiyadan qaytgandan keyin randomda aniqlab, shunday sizlarga shu formalarni berib yuboramiz o'rtoqlar. Shunday biz to'g'ri Realda Barsani jinni muxlislar bo'lishimiz mumkin, hammasi tayyor bo'lishimiz mumkin, lekin bu narsalarga har doim e'tiborli bo'laylik. Qaranglar, qarang, rostdan ham yo'q mana qarang. Mana shuni kiyish kerak-da, mana. Qarang o'rtoqlar, mana. Mana shuni kiyish kerak. Shuni siz yutib oling, sizga kiying.